شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ramazon suhbatlari turkumidan navbatdagi suhbatimizga xush kelibsiz. Alloh taolo bu oyda siz va bizga va barcha musulmonlarga barakotlar ato etsin va ulkan ajr savoblarga muyassar etsin. Allohumma amin. Allohning tavfiqi bilan bu suhbatimiz kafforatlar haqida bo'ladi. Ramazon ro'zasi gunohlar uchun kafforat ekanini barchamiz bilamiz. Yil bo'yi gunohlarimiz ko'payib ketishi aniq. Alloh taolo gunohlarimizni o'zi mag'firat qilsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: odam farzandiga zinodan bo'lgan nasibasi bitilgan va unga albatta yetadi. Ko'z zino qiladi, uning zinosi qarashdir. Qo'l zino qiladi, uning zinosi ushlashdir. Oyoq zino qiladi, uning zinosi yurishdir. Til zino qiladi, uning zinosi gapirishdir. Quloq zino qiladi, uning zinosi eshitishdir. So'ng uni jinsiy a'zo amalga oshiradi yoki oshirmaydi. Shariat tomonidan muayyan kafforatlar belgilangan gunohlar u yoqda tursin, birgina ko'z qilgan xiyonatlar, tildan sodir bo'lgan gunohlar, qalbda kechadigan gunohlar yig'ilib tog'dek bo'lib ketadi. Mana Allohning izni bilan bu gunohlar uchun kafforat mavsumi, muborak oy, ulug' kunlar ustida turibmiz. Ramazon ro'zasi o'tgan Ramazon bilan ikkisi o'rtasidagi gunohlar uchun kafforatdir. Umra ham o'tgan umra bilan ikkisi o'rtasidagi gunohlar uchun kafforatdir. Juma o'tgan juma bilan ikkisi o'rtasidagi gunohlar uchun kafforatdir. Mana shunday kafforatlar mavsumlarda keladi. Bu mavsumlarni g'animat bilib, solih amallar qilib olishimiz lozim, toki Alloh taolo bu amallar sababli gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ramazon avvalgi Ramazon bilan ikkisining o'rtasidagi gunohlar uchun kafforat bo'ladi. Ya'ni uning kunduzdagi ro'zasi, kechasidagi namozlari kafforat. Kim Allohga iymon keltirgan, Allohdan ajr savobni umid qilgan holda Ramazon kechalari namoz o'qir ekan, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Kim Allohga iymon keltirgan, Allohdan ajr savob umid qilgan holda ro'za tutsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Shuningdek, Allohga istig'for aytib, Allohning zikrini ko'paytirishimiz kerak. Chunki istig'for gunohlar uchun kafforatdir. Hadisi qudusiyda Alloh taolo aytgan: menga istig'for aytinglar, gunohlaringizni mag'firat qilaman. Sizlar kecha-yu kunduz xato qilasizlar, men barcha gunohlarni kechirib yuboraman. Menga istig'for aytinglar, gunohlaringizni mag'firat qilaman. Bu muborak oyda istig'forni ko'paytiraylik. Allohning izni ila ro'za kafforat bo'lsin, namoz kafforat bo'lsin, istig'for kafforat bo'lsin. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytganlar: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birgina majlisda: Rabbim meni mag'firat qil, tavbamni qabul et. Albatta sen tavbalarni qabul qilguvchi va mag'firatli zotdirsan. Boshqa bir rivoyatda tavbalarni qabul qilguvchi va rahimli zotdirsan degan so'zni 70 marta aytar edilar. Shuningdek, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qalbimni g'aflat bosadi, keyin bir kunda 100 marta istig'for aytaman deganlar. Ha, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. O'zimizga ma'lum sanoqlar belgilab olib, har kuni istig'for aytib yuraylik. Shoyatki Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsa. Bundan tashqari istig'forning alohida go'zal fazilatlari bor. Istig'for azobni daf qiladi. Alloh taolo aytadi: ular mag'firat so'rab turgan hollarida Alloh ularni azoblovchi emasdir. Istig'for sababli rizqlar oqib keladi. Zero Alloh taolo Nuh alayhisalomdan hikoya qilib shunday deydi: men dedim, Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli zotdir. Shunda u ustingizga osmondan yomg'ir quydiradi, sizlarga mol dunyo, bola chaqa bilan madad beradi hamda sizlarga bog'u bo'stonlar va oqar daryolar ato etadi. Istig'for sababli rizqlar oqib keladi. Istig'for bilan balolar daf qilinadi. Istig'for bilan darajalar yuksaladi. Istig'for bilan gunohlar kechiriladi. Bundan tashqari istig'for aytish Allohning amriga bo'ysunish ham demakdir. Zero Alloh taolo aytadi: menga istig'for aytinglar, gunohlaringizni mag'firat qilaman. Alloh taolo aytadi: Parvardigoringizdan mag'firat so'rang. Albatta u o'ta mag'firatli zotdir. Boshqa bir oyatda shunday deydi: kim biron yomon ish qilsa yoki o'z joniga jabr qilsa, so'ng Allohdan mag'firat so'rasa, Allohni mag'firat qiluvchi va o'ta mehribon ekanini topadi. Istig'for kafforat eshiklaridan biridir. Shuningdek, ko'p namoz o'qish ham gunohlar uchun kafforat bo'ladi. Begona bir ayoldan bo'sa olgan kishini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tahorat qilishga,
mukammal tahorat olib 2 rakat namoz o'qishga va namozda xayolini buzmay Allohga qalbi bilan yuzlanishga buyurganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taoloning mana bu oyatlari nozil bo'lgan. Kunduzning har ikki tarafida va kechadan bir bo'lagida namozni to'kis ado qiling. Albatta yaxshi amallar yomonliklarni, ya'ni gunohlarni ketkazadi. Bu quloq tutuvchilar uchun eslatmadir. Subhanallohi va bihamdihi kalimasini 100 marta aytish ham gunohlarga kafforat bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim subhanallohi va bihamdihi kalimasini 100 marta aytsa, gunohlari to'kiladi. Garchi gunohlari dengiz ko'piklaricha bo'lsa ham deganlar. Ha, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Subhanallohi va bihamdi kalimasini aytishni o'zingizga vazifa qilib oling. Gunohlarga kafforat bo'lmish namoz va sadaqadan ham ulushingiz bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: namoz va sadaqa kishining bola-chaqasi, mol-dunyosi va qo'ni-qo'shnisi sababli orttirgan gunohlariga kafforat bo'ladi. Gunohlarga kafforat bo'ladigan ishlarga intiling. Odamlarga taom berish ham gunohlarga kafforat bo'ladi. Chunki taom yedirish savobli ishlardan. Alloh taolo aytadi: albatta yaxshi amallar gunohlarni ketkazadi. Bu quloq tutuvchilar uchun eslatmadir. Bu muborak oyda iloji boricha yaxshi amallarni ko'paytiring. Aytib o'tganimizdek, bu amallar gunohlaringizga kafforat bo'ladi. Tutgan ro'zangiz kafforat, kechalari o'qigan namozlaringiz kafforat, aytgan istig'forlaringiz kafforat, salavotlaringiz kafforat, yaxshi amallar kafforat, sadaqalar kafforat. Agar zimmangizda o'tmishdagi qasam kafforatlari bo'lsa, uni ado qiling. Qasam kafforati Qur'onda aytilgani kabi o'z oilangizni boqadigan o'rtacha taomlardan 10 ta miskinga taom berish yoki ularni kiyintirish yo bir qulni ozod qilishdir. Nima uchun oyatda taom berish birinchi zikr qilindi? Chunki taom berish keyingi ikkisiga qaraganda ko'pchilikning qo'lidan keladigan ish. Odamlar ichida 10 nafar miskinni kiyim-kechak bilan ta'minlaydiganlari ham bor, lekin bunga hamma ham qodir emas. Taom berish ko'pchilikning qo'lidan keladigan ish bo'lgani uchun birinchi zikr qilindi. Vallohu a'lam. Zimmangizda qasam kafforati bo'lsa yoki zihor yoki bilmasdan odam o'ldirish kafforati bo'lsa, uni ado qilishga shoshiling. Bilmasdan odam o'ldirib qo'yish kafforati uchun 2 oy roza tutish kerak bo'lsa, Ramazon oyidan tashqari 2 oy roza tutiladi. Diya, ya'ni xun haqi to'lash kerak bo'lsa, diyani ado qiling. Shuningdek, sizning ustingizda odamlarning qanday haqlari bo'lsa, uni ado qiling. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni albatta haqlarni egalariga ado qilasizlar, hatto shoxsiz qo'yga shoxli qo'ydan qasos olib beriladi deganlar. Yana u zot kim birodari haqqiga zulm qilib qo'ygan bo'lsa, dinoru dirham bo'lmaydigan kun kelishidan avval undan qutulib olsin deganlar. Chunki u kunda savob va gunohdan o'zga narsa bo'lmaydi. Alloh barchalarimizni solih amallarga muvaffaq qilsin. Shu bilan suhbatimizga yakun yasaymiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.